Sevgiler, assalomu alaykum hammalaringizga kirib kelayotgan ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Sizlarga mochlarimizni yana bir marta ko'rsatib o'tamiz, narxlar bilan tanishtirib. 2014-yil 4-paketlini metan ikkinchi pozitsiya bo'ladi. Narxini 4800 qilib beramiz ada. 2013-yil 96 ming pul yurgan polni ratnoy benzinda yurgan moshinamiz 5000 deymiz, ozgina kelishtirib beramiz. 2013-yil birinchi pozitsiya moshinamiz 4700, savdosi bor, kelinglar. Moshinamiz radnoycha. 2012-yil moshinamiz sariq rangga bo'yalgan, ichidagi rangi qizil, narxini 4000 deymiz, kelishtirib beramiz. 2012-yil eski motor bilan benzinda yurgan moshinamiz narxini 4300 deymiz, kelishtirib beramiz. Moshinamiz 2013-yil avtomat korobka bo'ladi, narxi 4500, kelsalar ustiga yana gaplashamiz. 2012 ga 13 moshinamiz 4700, motorlar ochilmagan 125 motorda, metallari bilan narxi kelasiz gaplashamiz ustiga. 2014-yil moshinamiz 4900 narxi, bitta kapochasida kraskasi bor, metallari bor, mashina chotki. 2013-yil moshinamiz 4900, ustida yana savdosi bor. Kelasizlar, ko'rib hammasini kelishtirib beramiz narxlarini. 2012-yil narxi 4300, yana ozgina savdosi bor. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Spark'da yurgan aka-ukalarimizga uzatinglar. O'rganinglar, like, podpiska bo'lishi esdan chiqmasin. Spark'da yurgan aka-ukalarimizga uzatinglar, ko'rsating operator. Spark'larimiz hammaga yetadi. Kim Spark'da yurgan bo'lsa, Spark'chilarga uzatinglar, Spark'da yurganlarga. Narxlari arzon, hamyon bo'lib narxda dadajon. Like, podpiska bo'lishi esdan chiqmasin. Like, podpiska bo'lsinglar, biz sizlarga mashinalarni keltirib qo'yamiz.